Farg'onada shifokor kaltaklandi. Ayni mazmundagi video xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Berilgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, voqelik 9-aprel kuni Qo'qon shahridagi xususiy klinikalardan birida aynan mana shu joyda sodir bo'lgan va bu voqelik xuddi shu kuzatuv kameralariga tushib qolgan. Hodisa yuzasidan Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'sha kuni ayoli bilan birgalikda klinikaga tekshiruv uchun kelgan fuqaro avvaliga rashk sababli shifokor bilan janjallashib kasalxonadan chiqib ketgan. Biroq oradan ma'lum bir vaqt o'tib video tasvirdagi shaxs o'zining tanishi bilan birgalikda yana klinikaga qaytib kelgan va shifokorni urib, unga tan jarohati yetkazganligi aytilmoqda. Xo'sh, aslida voqea qanday yuz bergan edi? Biz ayni vaqtda hodisani chuqurroq o'rganish maqsadida aynan o'sha klinikadamiz. O'sha kuni ish kunimiz edi. Soat 2larda ayolni olib keldi. Keyin ularni kirgizib yubordim eri xotinni. Ichkaridaligida xalatni almashtirgan. Men 5 minutlardan keyin kirdim. Apparatlarni ulash uchun kirganimda shu xo'jayini rashk qilib haligi eshikni taqillatib kirmadingiz deb nima qilishdi. Keyin bu meni ish joyim. Kirib apparatlar ulashim kerak nima qildim. Shunda gap tortishdik. Keyin ayollarini belini tushirish kerak bo'lgan. Bel qismini tushirib turganda biz apparatga yotqizganimizda keyin yana rashk qilib to'palang qildi. Keyin javoblari chiqdi, ketdi ular. Ketgandan keyin ish vaqti tugashiga yaqin ular qaytib kelgan. Meni chaqirib ko'chaga olib chiqishdi. Tortishdik, men urushmayman dedim. Gap talashdik, yoqalashdik. Bu video xiraligi uchun haligi urgan ko'ringan, lekin nimalar yetib, haligi zarbalar yetib kelgan nimalar yo'q. Bexosdan oyoq nima bo'lib, yiqilib tushgan joylarim bor. Mazkur holat yuzasidan huquqbuzarlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 hamda 52-moddalariga asosan hujjatlar rasmiylashtirilib, sud organiga yuborilgan. Sud qaroriga ko'ra ularning har biriga bazaviy hisoblashning 10 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Holatga-ku qonun doirasida chora qo'llanildi, biroq shu o'rinda aytmoqchi bo'lganimiz, maxsus kiyimdagi shifokorni kaltaklashdan avvalroq u aslida o'z vazifasini bajarayotgan davlat xodimi ekanligini ham unutib qo'ymang.